kuyov zo'r joyga taklif qilibdi-da. Xotinni bitta ayangi chaqirib mehmon qilamiz dedim. Opam bilan pochcham qo'shilib ketdi. Ha, barakalisiz-da dadasi, barakalisiz. Nega o'ylayman barakali bo'lmay? Voy, to'yga taklifnoma degan APK faylni ochdim, pulimni yechib oldi. Voy, men ham sudga chaqiruvdigan faylni ochdim, yechib olibdi pulimni. Qanday ikkimizni pulimizni bittada mashinada yechib oldi? Barakalisiz-da dadasi, barakalisiz. Aytganda barakaliman-ku. Nima deysizlar? Hech narsa kerak emas, katta pitsa. Aylanib ketay. Mana onajon, tirqingiz qursin boja. Mana ona sizga. Dadasi, qanday bitta katta pitsaga pul olib ketib, ikkita pitsa olib kelyapsiz? Xotin sariq bola pizzani Chilonzorda yangi ochilgan filialda dahshat aksiya bo'layotgan ekan. Agar sen bitta katta tushonkali pizza olsang, bitta pepperonini qo'shib berar ekan. Faqat Chilonzordagi yangi filialda amal qilar ekan bu. Manzilni bilasanmi? Bunyodkor stadionining yonida Qozirobod masjidining ro'parasida shu chorrahada o'ng qo'lda sariq bola pizza yangi filiali bunday bo'lib turibdi. To'xta, shuncha filial turdi. Nimaga aynan Chilonzor filialiga kelib ikkita pizza olish menga nasib qildi? Barakalisiz-da dadasi, barakalisiz. Qani, og'izdan. Tiqilib qoldi. Ha, yo'q, tiqilgani yo'q, qo'rqmang-ku. Ha, buni o'z tutqanog'i bordi, to'ydan oldin aytmay berib yubordim. Men xotin oldim desam, tutqanog'i bilan qo'shib olgan ekanman-da. Barakalisiz-da dadasi, barakalisiz.